Messi haqida, Argentina haqida hech narsa deyman. To'g'risi ayting. Oldin Cabo Verde degan davlat haqida eshitganmiz. Cabo Verde nima? Eshitilishga ham, quloqqa ham g'alati eshitilar ekan. Lekinchi men uchun jahon chempionatining eng yaxshi jamoasi aynan Cabo Verde. Ha, guruhda Ispaniya bilan 0-0 o'ynaganda, birinchi o'ynagan Ispaniyaning o'yin chiqmabdi. Bu qoptira dedik. Urugvay bilan 2-2 o'ynadi. Juda nimadir g'alati edi. Saudiya bilan 0-0 o'ynadi. Guruhda 3 ta ochkoni uchrasdan durang bilan chiqdi. Eng qizig'i Messi boshidagi eng katta favoritlardan biri sanalgan Argentina bilan 3-2 bo'lib mardlarcha jasoratlar ko'rsatib yengilish. Bu nima degan jigarlar? FIFAda 67-o'rinda turadi. Mana bu kartadagi yer yuzidagi ko'rinishi 4-5 ta mitti orolchilardan tashkil topgan. 600 mingga yaqin aholisi bor. Lekinchi o'yindan keyin hech kim bemalol turib, yaxshi kayfiyatda Messi bilan o'ynash orzuyimizni shu amalga oshganiga xursandmiz demadi. Choyxonada o'rtog'ining qulog'iga sekin aytilgan gaplarni butun ommaga bemalol aytib bermadi. Ularni ham davlatni qarab turganini bilardi, chunki ularni ham har bitta yosh bolalari 7 yoshdan 70 yoshgacha ayoli erkagi qarab turganini, paddashga qilib turganini bilardi. Unaqa demadi. Oxirgi jongacha, oxirgi qongacha Messi bo'ladimi, Yamali bo'ladimi, Urugvayda Valverdelar bo'ladimi, oxirigacha kurashdi. Men mana shu uchun, mana shu jamoa uchun bitta like bosib qo'yishingizni va mana shu jamoani hurmat qilishingizni xohlagan bo'lardim. Chunki bu jamoaning maqsadlari, niyatlari to'g'ri edi. Messi bilan o'ynash orzuyimizga yetgandan xursandmiz deb chiroyli kayfiyatda aytish bilan muxlislardan uzr so'raymiz. Bu yil birinchi marta chiqdik. Sal hayajon bo'ldi, mas'uliyat bo'ldi. Keyingi 4 yillikda nasib bo'lsa, yaxshiroq natija qilishga harakat qilamiz, va'da beramiz degan mana shu ikkita gapning o'rtasida juda ham katta farq bor. Siz ham sezdingiz. Vazine boshidagi 40 yoshli darvozabon boshidagi mana shu komanda, mana shu jamoa, mana shu millat mittigina org'achilardan tashkil topgan bo'lsa ham aholida 600 mingga, даже 600 ming kishiga bormasa ham juda ham katta yuragi borligi, jasorati borligi, даже eng katta favoritlardan-da, boshqasidan-da ustun mana shu jamoani men hurmat qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat.